ish hayotda mazmunday bo'lib qolgan. Zerikkan paytimda ham, xursand paytimda ham hamma vaqtda bu ishni tark etishni xohlamayman, chunki ham biznes sohasi shunchaki hobbi ham emas. Hamma narsa bog'liq bo'lib qolgan. Chunki bu ish meni bolalik davrimdan boshlanib kelgan. Bu oilaviy ishimiz. Men 4-avlodni davom ettiryapman. Hunarmandchilik biznes sifatida barqarormi? Agar yo'q bo'lsa, bu hunarni yanada barqaror qilish uchun nima o'zgarishi kerak? Hozirda juda hamma narsa rivojlangan davrda bizga juda barqaror, chunki bizda mavsum yo'q. Mavsum masalan O'zbekistonda turist kam kelgan payti biz onlayn sotamiz va ko'p joylarga shipping qilamiz. Yevropa, Amerika, Yaponiya, Angliya, o'zbek kashtachilik so'zani kelajagi uchun eng katta orzularimdan biri. Shu kashtachilik deb ko'p turistlar kelishini xohlayman va bizda bir necha oylar qolib buni o'rganishni xohlayman. Chunki men xohlayman bu faqat O'zbekiston emas, butun dunyoga tarqalib, hamma shu qo'l mehnatini qadrlab ishlatishni xohlayman. Mijozlaringiz sizni qanday topadi? Asosan guidebooklar orqali, guidebooklar o'sha mehmonlar Buxoroda kelgan payti shahridan o'zini Buxoro yo'nalishidagi, Buxorodagi qaysi magazinlar, ustalar ishxonasi va o'sha kitobda hamma informatsiya bo'ladi va ular ko'pincha o'sha guidebooklar orqali keladi yoki hozirda Facebook, Instagram va veb-saytlarimiz ham bor. O'shalar bilan bizda master klasslar bron qilib kelishadi.